oyoq parvarishini ham unutmasligingizni eslatib qolgan bo'lardim. Oyoq uchun ham mo'ljallangan bizada turli xil kremlar bor. Birinchi kremimiz bu shi yog'i bilan boyitilgan kremimiz bo'lib, oyoq tagi uchun massajli liniyalar bilan bemalol surtib krem qilib ishlatsangiz bo'ladi. Oyoqni namlantirib va xushbo'y hidlari bilan ta'minlab oyog'ingizni yumshoq qilib qo'yadi. Keyingi kremimiz bu ulitkali oyoq kremimiz. Ulitkali oyoq kremimiz yangi qadoqlar bilan keldi. Mana bu uning eski qadog'i, hozir esa mana shunday chiroyli ko'rkam ko'rinishda keldi. Bu kremimiz quruq va darz ketgan tovonlarni yumshatadi, o'lik teri hujayralarini olib tashlaydi, uzoq vaqt davomida namlikni saqlab qoladi. Eng sifatli joylaridan biri bu antiperspirantlik, ya'ni oyoq terlatmaslik vazifasini ham bajaradi. Albatta, gigiyena qoidalariga rioya qilib ishlating.